Assalomu alaykum aziz obunachilar, musofirdagi akalar. Moskva, Qozog'iston bo'ylab navbatdagi reysimiz 14-iyun sanasi bilan qaytamiz. Moskva M5 yo'nalishida passajirlarni ham olib o'tamiz. Mana akalarimizni chetdan zahmat qilganlar esa chiqdi bo'ldi. QR kod masalasiga aytib o'taman. QR koddagi yangiliklarni ham aytib o'tamiz. Kelasi oydan 72 soat oldinga olinayotgan shu Gretsiya kirdi chiqdi bilan bog'liq bo'lgan masalaga yangiliklar, videolar tahlab qo'ygan. Mana hammasini chiqib o'tamiz. Mana yo'lni ham olib o'tamiz. Moskva M5 yo'nalishida o'sha Moskvaga yaqinlashib kelyapti. Dokumentingiz tugab qolgan bo'lsa muammo emas. YouTube kanalimiz, WhatsApp, Telegram kanalda ishlab turibdi. Bemalol aloqaga chiqasizlar. 24 soat shaxsan o'zim xizmatda. Optda voditellar, mashinalar hammasi komfort, minivan. Pastga telefonlarni qo'yib o'tamiz, aloqaga chiqasizlar. Uzoqdagi bo'lishingiz mumkin.